Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu shovvozlar harakat yo'nalishini keskin o'zgartirib, xavfli harakatlar bilan drift qilib ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarga joylashgan. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan zudlik bilan barcha avtomashinalar va haydovchilar aniqlanib, tegishli chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan avtomashinalar esa jarima maydonidan joy egalladi. Qarindoshim to'yida drift qildim. Bu ishimdan qattiq pushaymonman. O'zimni va o'zgalarning hayotiga xavf solganimdan juda qattiq pushaymonman. Mana hozir haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lyapman. Bu kimga jabr? Bu faqat o'zimga jabr. Bu holat boshqa takrorlanmasligini boshqalardan so'rab qolaman. Faqat o'zini va o'zgalarni hayotiga xavf solmasdan, faqat qoidalarni buzmasdan, qoidalarga rioya qilishni iltimos qilib qolardim.